O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nilufar Usmonova haqida juda muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Iltimos, videoroligimizni oxirigacha ko'ring. Xonanda Nilufar Usmonova Jamshid Bobojonov bilan munosabatlari haqida sirlarini ochiqladi. Muxlislarimning san'atimga nisbatan simpatiya kuchli. Aktyor sifatida o'ynagan rollariga nisbatan Jamshidga sevgilari ham kuchli. Uni duo qiladigan hoji onalar bor. Menga ko'pincha siz jamoaga turmushga chiqib oling deb hatto hoji onalar ham yozishadi. Ba'zan iltimos, ba'zan qarg'ish bilan ham yuqoridagidek gaplarni yozib qoldirishadi. Shunday yaxshi bolani menimcha begonalardan qizg'anishadi. Yana kimlardir bular do'st deydi. Aslida ham biz do'stmiz. Do'stligimiz jigarlikka o'tib ketgan desam ham bo'ladi. Xuddi ota-onasi boshqa bo'lgan opa-uka, aka-singildek, deydi Nilufar Usmonova. San'atkorlik qiyin kasb bo'lgan holda jurnalistika ham o'ta nozik kasb. Birovning aybini olib chiqish, oshkor qilish, birovning nozik tomonini fitna orqali ochish bu eng katta gunoh. Agar dunyo qonunlariga ishonadigan bo'lsak, qaytar dunyo bor narsa. Yaxshiligingiz ham, yomonligingiz ham bumerang bo'lib o'zingizga qaytadi, deydi Nilufar Usmonova. 3 marta turmushga chiqqanman va 3 marta ajrashganman. Birinchi turmush o'rtog'im olamdan o'tgan. Taqdir taqozosi bilan shunday bo'lgan. Shu hayotni yashab o'tganimdan roziman. 5 farzandim bor, 3 o'g'lim, erkagim bor. Meni sevadigan Saidazamxon, Ibrohimxon, Sulaymonxon. Bular mening qanotlarim, tog'larim. Yoshroq paytlarimda farzandlarimga mehrim bunchalik bo'lmagan. Yillar o'tgan sayin onalik muhabbati oshib borar ekan. Shu sababli bugungi yosh onalarni muhokama qilmayman. Chunki vaqtida o'zim ham ularday bo'lganman. Hali bola paytimda ba'zi kamchiliklarim bo'lgan bo'lsa, keyinchalik farzandlarim 3, 4, 5 nafar bo'lishganida Alloh menga bergan ne'matlarni jiddiyroq tushunib yetganman. Ertangi kundan umidim borligi uchun hozir hayotdan boshqacha rohatlanaman. Farzandlarim mendan keyin ham umidim bo'lib qolaverishadi. Dunyodan o'tsam ham ruhim, xotiram ular sabab tirik bo'ladi, deydi xonanda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.